Vatandoshlar assalomu alaykum. Mana avtobusimiz Pasatka joyini o'z nihoyasiga yetib, manzillarimizni aytib o'taman. Toshkent Abu Sahiy avtovokzalidan reysiy avtobuslarimiz amalga oshib bormoqda. Bu avtobusimiz Yutong avtobusimiz hisoblanadi. 25-yilga qo'yilgan yangi svejiy avtobus hisoblanadi. 53 ta mestamiz, 53 ta oshiqcha odam chiqmaydi, 53 ta odamdan, 2 ta monitor, hamma sharoitlarimiz bor. Konditsioner ishlaydi, zaryadga qiluvchi moslamalarimiz bemalol kelib, mana hozir duoda olamiz inshaalloh. Bu avtobusimiz Moskva Kateniki metroga M5 yo'nalishi bo'yicha dushanba, payshanba kunlari siljib bormoqda. Samara, Penza, Rizan, Moskva yo'nalishi bo'yicha. Keling, mana bir ikki oz duo olamiz, mana keling. Qoch, singlim tushing. Doda, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bitta duo qilasiz, endi duo olsa ketamiz. Tinch amaliyot yo'limiz oq bo'lsa, Shopir boga kuch qo'yamiz, haydan ketdik. Allohu akbar. Yaxshi yetib oq yo'l akalar. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsa, rozi bo'linglar, ha? Mana ishonchlayotganmi muhimi? Shu avtobus o'tirib, mana inshaalloh mana Primoy ketib bormoqda. Bo'ldi, mana dodajonim hozir xayr dedi siz uchun mana. Tanlovda adashib qolmanglar, bu avtobusimiz Primoy chiqib bormoqda. Kimlardan ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.